Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Bugun biz showroomimizda barcha mahsulotlar, qanaqa mahsulotlar borligi bilan tanishtiraman sizlarni. Bu yerda asosan premium kачестводagi eshik romlar o'rnatilgan, termolar masalan. Ko'proq termo qilamiz. Bu yerda asosiy issiq sovuqda yaxshi ushlaydigan eshik romlarimizdan. Bu yerda bir chekkadan tanishadigan bo'lsak, Termo 105. Termo 105 da afzallik tomoni shu o'rtada poliamid mosti katta bo'ladi, issiq sovuqda yaxshi ushlaydigan bo'ladi. Ko'rsanglar mana 10,5 sm. Shuning uchun 105 deyiladi. Termo 105. Bu shunaqa tabaqasi katta qanot, ochiladigan qanoti katta joylarga shunday qilamiz. Shu eshigimiz 180 ga 275. Taxminan 90 sm dan joylashgan bitta eshigimiz. Bu Termo 57. Termo 57 ham shu 5,7 sm bo'ladi. Buni ochilish mana 5,7 sm bo'ladi. Buni termo mostini ko'rsanglar, hozir 105 bilan katta farqi bor buni. Bu Termo 57 mana ekonomroq varianti. Nimasi ham kichikroq buni. Qanotda eni ham kichikroq bunikini. Termo 70 ga nisbatan kichikroq. Buniki bir 11 sm keladi, uniki 9 sm keladi. Mana bu Termo 70. Eshiklardan asosan shu termoda 3 ta eshigi bor. Endi Termo 78 ham bor. Uni ham zakaz bersanglar qilib beramiz. Hozir bu yerda o'rnatilmagan. Undan Termo 70 eshigimiz. Termo 70 ta romi bu. Mana ochganimizda poliamid mosti bor. Alyumin bilan alyuminni ajratadigan. Termo to'g'risida internetda juda ma'lumotlar ko'payib ketdi. Xalqimiz ham o'zi tushunib qoldi. Termo nima xususiyati borligini. Shuning uchun buni alohida obzor qilmayapman ichlarini. 3 kamerali bo'ladi bu. Bu yerda Engelberg 7000. Engelberg 7000 ham zo'r rom chiqadigan material. Bu yerda Termo 70 bilan Engelberg 7000 ning farqi bu plastmassa bo'ladi, bu alyumin bo'ladi. Endi shu 275 bu yerda joylarimiz, hammasi mana shular 275 dan joylashgan. 275 joyda primo ochib bering deydiganga Termo 70 tavsiya qilamiz. Chunki tashlab yormaydi, keyin двойной mexanizm ishlaydi bunda. Bu 220 230 ga doğru ishlaydi bunda двойной mexanizm. Shuning uchun buni pramuga deb qo'yamiz. Shunday bo'lib qo'yilgan, pastda pramugasi past tomonda. Keyin buni plus tomonlari ikkinchi etajda, balkon yo'q joylarda shu bo'lib qo'yganimizning foydali tomoni, ochilganda yosh bolalar pastga qaraganda tushib ketib qolmaydi. Shunaqa xavfsiz bo'lish uchun shunaqa bo'lib qo'yilgan. Shu bo'lganimizda ham ikkalasining pulida ancha razilsa chiqadi. Bu arzonroq chiqadi. Shu termoni issiq sovuqni ushlab berishligiga bu ham xizmat qilib beradi. Termoda vazifasini bajarib beradi demoqchiman. Ya'ni bu ham zo'r romlardan o'zimga aynan yoqadi. Shu plastmassalar ichida eng baquvvat romlardan bo'ladi bu. Ichida mana двойной mexanizm, двойной rezinkali, тройной rezinka deyiladi bu. O'rtada bitta qo'shimcha rezinkasi bor. O'zi tashqarida bitta rezinkasi, ichkarida bitta rezinkasi bo'ladi. Bu hamma romlarda bo'ladigan narsa bu. Bunda yana plus tomoni shu 3-rezinkasi bor. Hamma qo'yadigan romlarimizga qo'yamiz. Bu rezinka o'zi asosan mana chiqib qo'yiladi-da bu. Ko'pchilik endi bu narsani qo'ymaydi, ekonom qilish maqsadida. Lekin romlarni bizda qildirmasanglar ham, boshqa joyda qildirsanglar ham shu narsasiga e'tibor berasizlar. Ko'pchilik qo'ymaydi. Endi bu birovni aybini aytish emas. Bu demoqchi bo'lganim narx tomonidan bo'ladi. Mijoz arzon degan sari shuni ekonom bo'lishligiga shu ham ta'sir qiladi. Shu rezinkasini ekonom qiladi. Kelgan bu yerda mana osha-moshalari bor, buni arzonlari bor. Shulardan qo'yishni boshlaydi. Ruchkalarni arzonini qo'yadi. Xullas shunaqa narsa. Ekonom bo'lgan sari romning sifati pasayib boradi. Endi bu yerda Engelberg 8000 romimiz. Engelberg 8000 deganimiz Infinity deb qo'yadi. Endi yangi nimasi nomi buni. Bu ham shunaqa Engelberg 70 bilan bir xil, 7000 bilan hamma yo'g'i bir xil, faqat bu 6 kamerali. Buni hozirgi mahsulotlarimizni hammasini 3 qavat oyna qilsa bo'ladi.
Buni ham 3 qavat oyna. Hozir shu 3 qavat oynada turibdi. Bular 2 qavat oyna. Buni ham 3 qavat qilsa bo'ladi. Buni ham termo 57 ni qilsa bo'lmaydi. Chunki kichkinaligi 5-7 sm-ligi uchun uni qilsa bo'lmaydi. Buni 4 qavat qilsa ham bo'ladi. 105 ni ham. Xullas hamma mahsulotlarimizni ko'pini 3 qavat oyna qilsa bo'ladi. 3 qavat oyna qilishni tavsiya beramiz. O'ta zo'r bo'ladi. 3 qavat oyna qilganda issiq sovuqni yana ham kuchliroq usha beradi. Endi bu surma sistemamiz 65 Benkam. Bu ochiq ayvonlarni yopishga zo'r xizmat qilib beradi bu. Masalan, deylik, qishda yopib qo'ysa, issiq sovuq usha beradi bu. Yozda ochiq qo'ysa, havo yaxshi aylanib beradi. Misol bir tomonga surib qo'ysangiz, bir tomonda turaveradi. Bu yerlar ochiq ayvon sifatida foydalansa bo'ladi. Bu yerda romimiz Termo 98. Termo 98 bu hozirgi 105 da yukasi почти bir xil shun bilan. Shu 9-8 sm bo'ladi. Termo 98. Hop. Bu yerda o'zimiz eski romlarni 6000 Quattro mana bu yerda polni ma'lumotlarni berib qo'ygan, devorimiz tenkalari hamma narsasi yozilgan. Bu yerda 6500 penta. Buni ham 3 qavat oyna qilsa bo'ladi. Zo'r romlardan bo'ladi bu ham. Bu 6000 Quattro, 6500 penta ham 5 kamerali, faqat Engelberg 7000 bilan farqi o'rtada rezinkasi yo'q, дополнительный rezinkasi yo'q. Keyin buni devorning stenkasi 2,8 mm, 2,4 mm bo'ladi. Mana bu yerda yozilgan 2,4 mm. Engelberg 7000 niki 2,8 mm. Bu ham Engelberg 7000. 2,8 mm. 6000 Trio bu. 6000 Trio ham 2 qavat oyna bo'ladi bu. Bu ham baquvvat romlardan zo'r xizmat qilib beradi. Bu sinovdan o'tgan romlar. Buni ukasi bu. Devorning stenkasi ham buniki qalin bo'ladi. Bu ham 2,8 mm bo'ladi. Rasmo Engelberg 7000. Bu ham trayno rezinkali. Bu Termo 57. Termo 57 eshigimizning romi. Romini tavsiya beramiz. Buni ham rom zo'r xizmat qiladi bu. Keyin high-tech fasonda chiroyli. Buni mana nimalar shtabilari ham turuvchi, o'ta chiroyli dizaynda bo'ladi bu ham. Termo 57. Xullas shu yerda mahsulotlarimiz. Bu surma sistemasi, surma oynamiz. Taxminan $100, $120 atrofida chiqadi buni kvadrat. Bu termo, termo doğru tilim o'zga o'rganib qolibdi termoga. Bu o'zimizning Aldox materialli balkon qanotli eshigimiz. Buni ruchkasi mana termoga, ruchkalariga o'xshagan ruchka qo'yganmiz bunga. Bu 2 qavat oynada bu. Aldox o'zimiz oddiy alyumin materialimiz. Shu showroomimizdan nimalar bu? Keyin showroomimizni ko'pchilik manzilini bilmaydi ekan. Showroomimiz manzili Andijon viloyati hokimiyati bor. Andijon viloyati hokimiyatini yonida shahar prokuraturasi bor. Shu prokuraturani oldida Sulton House degan dom bor. Shu domda birinchi etajida joylashganmiz. Nos tashqaridan ko'rinishi showroomimizni. Bu yerda shu Navoiy prospekti, o'ng tomonga yursa viloyat hokimiyati, shahar prokuraturasi keladi, chap tomonga yursa Markaziy bankgacha ketadi. Shu yerda joylashganmiz. Ana tashqari ko'rinishlarni ko'rsatamiz hozir. Mana eshik romlar, Amos. Shu yerda bo'lamiz doim. Kelaverasizlar xizmatlar bo'lsa. Bu yerga kelsanglar to'liq nima mahsulotdan ishlatayotganlarni obrazeslarni qo'yganmiz bu yerga. Shu obrazeslarni ko'rsatib beramiz. Ichki holatlarni, ko'rinishlarini 5 kamerali, 6 kamerali, Termo 57, 6000 Trio. Biz hammasini ichki holatlarini ham ko'rsatib tushuntirib beramiz. Bemalol telefon qilaverasizlar. Pastda nomerlar yozib qoldiramiz. Hisob kitob kerak bo'lsa ham musofir yurtdagi akalarimizga bemalol hisob kitoblarni Telegramdan razmerlarni tashlasanglar, hisob kitoblarni qilib sizlarga yana qaytadan tashlab beramiz. Hammanglar salomat bo'linglar.